Bugun bir noodatiy taom pishiray desam, ro'zg'orlikda kartoshkadan boshqa hech narsa qolmagan ekan. Voy, shu ham muammomi deb uydan chiqmagan holda korzinka Go ilovasidan o'zimga kerakli narsalarni zakaz qilib oldim. Zakazlarim birpasda yetib kelgandan keyin kastrulkaga suv quyib, haligi kartoshkamni maydalab, tuz solib qaynatishga qo'yib qo'ydim. Bu orada qizib turgan tavamizga zaytun yog'idan solib, ketidan piyoz ravona qilamiz. Otashini piyoz bag'riga tovuq go'shtimizni joylab, bir roq qovurib ketidan pomidor, rangli bulg'or qalampiri, tabga ko'ra ziravorlarni solib, suvlari tortilib shirali bo'lib pishish uchun 15-20 minutga dimlab qo'yamiz. Bu orada qaynab pishgan kartoshkamizga asmil gx yog'i va sir solib ezib, pyure holatiga keltirib olamiz. Tekislab chiqib bir xil massaga keltirib olib, ustidan pishgan podlivamizni solib, yaxshi eriydigan sir sepib 5 daqiqaga qizib turgan duxovkaga kirgizib yuborsak, katta kichigiga birdek yoqadigan, ta'mi hamma og'izda qolib, yeganda yana qayta so'raladigan shunaqa jonon yeguligimiz tayyor bo'ladi. Bu taomning nomini bilsangiz, albatta kommentariyada yozib, tayyorlab berishi kerak bo'lgan insoningizga shu videoni yuborib qo'ying. Taomlar ibodatlaringizga quvvat bo'lib, osh bo'lsin, shifo bo'lsin.